Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Əsərlərimizni yoqtirib anglışınızlarını qarşı alırıq. Əsərlərimizni yoqtirgan bolsanız, dostlarınızga və başqa toplarga tavsiyə qilib qo'ying. Rahmat. Əmdi anglaydiganlar tarixiy tazkira əsər İdiqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati. Avtori Ömərcan Sidiq. Mahmud Mo'yti. Mahmud Mo'yti xalq arasida Mahmud Bay, Mahmud Shijong debmu atalgan. 1887 yılı Turpan Astanı'da Mo'ytilar ailesinde dünyaya kelgen. Kichikidin medeniyetlik akalarının yardımıyla savatlık bolgan ve medrese, kona mekteplerde okugan. Akaları Musulbay, Maqsud Mo'ytilarga agishib, soda, ticaret işlerine aralışıp, Ürümçi, Çöçek, Rusiyanın Şamay, Kazan, Moskva, Peterburglargacha bargan. Şu mezgilde yeni ilim-fan ve rus tili öğrengen. Aksi Maqsud Mo'ytining yeni mektep echish ishlariga yordamlashgan. İkki aksi tijorat ishlari bilan ko'proq sirtda yuradigan bo'lg'achqa, keyingi mezgillarda asosan Ostonadagi oilasida bo'lib, oilaning dehqonchilik egiligini, qarzlarini boshqarish ishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Mahalla jamoatiga ko'proq aralashib, imoniy komil, taqvodor, e'tiqodliq bo'lib yetishgan. 1932 yilining oxiri akalari Ostonada qo'zg'olon ko'targanda, umu qo'zg'olonga qatnashgan. Aksi Maqsud Mo'yti bosh qo'mondan bo'lg'achqa, u o'zini ko'rsatib ketmay, bir tarafdan oila ishlarini boshqarsa, yana bir tarafdan Turpan, Pichandagi urushlarning oldingi sepida oddiy askarlar bilan birlikda jang qilgan. Aksi Lükçün urushida qazo qilgandan keyinla u rasmiy holda qo'shinning oldiga o'tib, Aksi Maqsud Mo'ytining intiqomini elish, uning izini besib, arzu-armonlarini o'rindash, qo'zg'alib ketgan xalqni to'g'ri yo'lga boshlab, zulmdan qutuldirish uchun kurashni davomlashtirib, dehqonlar qo'zg'olonining sarkardasiga aylangan. Xo'janiyaz hojining eng ishonchli odami bo'lish sifati bilan talay janglarga qo'mondonlik qilib, jang mahorati ustun, botur, qaysar, tadbirlik, sodiqligi bilan dehqonlar inqilobidagi eng muhim shaxs bo'lib qolgan. Bu vaqtda Sayfiddin Azizi apandi o'zining Ömür Dastani nomli kitobining birinchi qism 211 betida mundaq deb yozdi. Maqsud Mo'ytining armonini keyincha inisi Mahmud Mo'yti davom qildirdi. U aksi Musul Mo'yti va boshqa fidokor do'stlari bilan birga Xo'janiyaz hojiga yaqindan yordamlashib, g'alaba bilan Qashqargacha yetib bordi va darhol Yangishahdagi dushmanga qarshi urushga qatnashib ketdi hamda orqadan kelgan Majonying bilan ilishdi. U o'zining fidokorligi, qahramonligi, tajribalik, mahir qo'mondonligi bilan boshqa qo'mondonlardan farq qiladi. Men Qashqarda uning tadbirlik qo'mondonligini ko'rib qoyil bo'lgan edim. Mahmud Mo'yti baslik kelgan, shalong soqolliq, tog'ni ko'targidek tamkini bor, ig'ir besiq, har bir gapni o'ylab qiladigan kishi edi. Maqsud Mo'yti Lükchunda shahid bo'lgandan keyin Xo'janiyaz hoji muhim tapanchasidan ayrilib yolg'iz qolganligidan qattiq qayg'urib, nima qilishini bilolmay qumulga qaytib ketmoqchi bo'lgan. Lekin qayta o'ylanish orqali Maqsud Mo'yti qatorliq qurbonlarning qini behuda eqib ketsa, qo'zg'olon yarim yo'lda to'xtab qolsa bo'lmaydiganligini his qilib, Maqsud Mo'ytining bir qursoq qarindishi Mahmud Mo'ytini Qora shahardan chaqirib, uning bilan birlikda inqilobni davomlashtirish qaroriga kelgan va yenidagi jangchilaridan Aysa Niyoz bilan qozoq jangchi Rishitni Qora shaharga Mahmud Mo'ytini taklif qilib ilib kelish uchun avatgan. 1933 yili 3 oyda
Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti Turpanda jam bo'lgandan keyin qo'shinlar qaytadan tartibga silinib, butun qo'shinga Mahmud Moiti bosh qo'mondon bo'lgan. Kengashda Mahmud Moiti boshliq yurt mo'tavarlari Xo'janiyaz hojiga Turpanda qo'zg'olon boshlangandan tortib, hozirgacha bo'lgan barliq ahvollarni bo'libmi, Turpandagi bir qancha qatimliq qo'zg'olonlar va To'qsun, Qarashahar, Bugur, Kuchadagi qo'zg'olonlarda Uyg'ur fidoyilari qurbon berib, dushmandan tortib olgan qurollarni Mashimingning tizimga olamiz degan bahona bilan yig'ib olib, o'zining askarlarini qurollantirib, muntazam qo'shin qurib olganligini, Uyg'ur fidoyilar bilan Xuyzu fidoyilarga o'xshash muomala qilmay, o'ttirida milliy o'chmanlik paydo qilganligini so'zlab bergan. Xo'janiyaz hoji bu ahvollarni anglab, "Men bularning boshqalarning jo'sida tarlaydigan mijozni burunli bilgan. Mayli Mashiming bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin, hammasi bir jangalning bo'rlari. Inqilobni biz qilsak, qurbonni biz bersak, qurolni dushman qo'lidan biz urush tortib olsak, inqilob mevasining hammasiga Mashiming ega bo'lib olamdikan. Buningga hargiz yo'l qo'yilmaydi. Uningga qurol kerak bo'lsa, Jing Shurin askarlaridan o'zi tortib olsin. Sizlar mening gapimga qo'shilsanglar, Jing Shurin bilan mushu yerda turib urush qilaman. Agar qo'shilmasanglar, Qumulga ketaman. U chog'da sizlar Mashiming bilan birlashib ish ko'ringlar" degan. Oxir hamma birdek. "Hojim qaysi tarafda tursa, biz shu tarafda turmiz" deb ifoda bildirgandan keyin Jingshurun askarlariga qayerdan hujum boshlash haqida muzokara bo'lingan. Jingshurun askarlari Turpanda qolmagan bilan Pichan, Qumul, Mori, Guchung va Jimsarlarda bor edi. Lekin Qumul va Pichanlardagi Jingshurun askarlari u yerlarni tashlab Urumchini qo'g'dashga ketayotgan edi. Jingshurun askarlari Urumchiga to'plashib bo'lgacha, fidoyilar ularning yo'lini kesib tashlab va parchalab, qurol yarog'larni g'animat elish uchun avval Moriga qarab yo'lga chiqdi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti birlashgandan keyin qo'l ostidagi fidoyilarga terik qo'lga tushgan dushmanni o'ltirmay, terik peti ilib kelasizlar. Mayli qaysi toifadan, millatdan bo'lsin, fuqarolarning mol mulkiga daxl taruz qilishga, xotin qizlarni oyoq osti qilishga ruxsat yo'q deganni qayta jakarladi. Dal shu chog'da xalq ommasidan Mahmud Moitiga bir arz tushdi. Uningda Shingiste Turpanda qirg'inchilik qilganda biz uy makonlarimizni tashlab chiqib ketgan edik. Jangalda qochib yursak, sizning odamlaringizdan bir qanchasi beshimizga miltiq tanglab, oltin kumushlaringlarni chiqaringlar deb bizni qo'rqitib, xotin qizlarimizning oltin halqa, uzuklarini tortib oldi deyilgan edi. Bu arzni ko'rgan Mahmud Moiti darhol munosabatlik odamlarni izlab toptirib, ahvolni tekshirib, 8 odamni qo'lga olib, Turpan yangi shahar va Ko'n shaharlarda sazoyi qildirdi. Ularning boshlamchilari garchi ilgari Mahmud Moitining eng yaqin jangchilari bo'lgan, urushlarda ko'rinarli kuch chiqargan bo'lsa-mu, Mahmud Moiti qilcha yuz xotir qilmay, ularni harbiy tuzum bo'yicha o'limga hukm qildi va Turpan yangi shaharining darvozasining sirtida minglagan fuqaroning oldida o'lim jazosini ijro qildi. Buni ko'rgan fuqarolar Mahmud Moitining haqiqatan xalqparvar, odil kishi ekanligiga opirin o'qishdi. Shuningdan keyin Mahmud Moiti fidoyilarni boshlab Xo'janiyaz hoji bilan birga Pichanning Ko'kyor degan yeri orqali Moriga yurib ketdi. 1933-yili 3-oyning oxirlarida Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti Moriga ketib o'tib, Pichanning Xandu degan yeriga borganda, Turpanda qolgan Xuyzu Maluyjangdan Mahmud Moitiga bir parcha xat keldi. Xatda "Sana Luyjanglikni biz bersak, qurolni biz bersak, endi nimishqa Xo'janiyaz bilan birlashib, o'zing xohlagan tarafga ketsan, xap to'xtab tur" deyilgan edi. Mahmud Moiti xatni tarjimonga o'qitib bo'lib, "Sen taz degicha men taz davolay debdi-da, menga miltiqni Mashiming beribdimish. Bu miltiqlarni Mashiming nadan olganini debdi-g'u. Qo'lidan kelganini qilsin" deginicha xatni cho'rib o'tib, xatga javobmi yozmay Moriga ketaverdi.
Mahmud Moiti Maşimin bilan aloqasini uzgandan keyin Maşimin qismiga kirgan Uyg'urlar Mahmud Moiti tarafga qochib keldi. Bu chog'da Xo'janiyaz hojining Qumuldan chiqqan fidoyilari va Mahmud Moitining Turpandan kelgan fidoyilari bo'lib, hammasi 1500 ga yaqin bo'lib, hammasi otliq edi. Moriga fidoyi bo'lib berishni talab qilguvchilar nihoyatda ko'p bo'lsa-mu, lekin birinchidan miltiq yetishmaydi, ikkinchidan ot yetishmaydi, uchinchidan odam va otlarning oziq-tulik ta'minoti cho'ng masala edi. Ba'zi fidoyilarning eti bo'lgan bilan miltiqi yo'q bo'lib, hamma fidoyilardagi miltiqlarning soni aran 500 necha edi. Miltiqning o'qi haqida so'z echish texmu mumkin emas edi. Fidoyilar Sarıgay davinidan eshib, Moriga berib, Morini Jingshurinning birlagan askarining besib yotganligidan xabar topdi. Fidoyilar ularni qorishib olgandan keyin Mahmud Moiti ularga tinchlik bilan qurol topshirsanglar, hayotinglarga kafolat qilamiz. Shaxsiy mol-mulkinglarga tegmaymiz, hatto sizlarni xo'rlamaymiz, deb vakil kirgizdi. Jingshurin askarlari ilishgan bilanmi kuchi yetmaydiganligini his qilib, taslim bo'lib qurol topshirdi. Mahmud Moiti ularni bir yerga yig'ib, biz sizlardan miltiq va otlarni topshirib oldik. Shaxsiy narsanglarga tegmadik. Biz gapimizda turimiz. Bizning odam o'ltirish xumorimiz yo'q. Sizlar go'chunga berib, boshliqlarga va cherkinglarga aytinglar. Ular qurol topshirsalar bo'ldi. Qurol topshirsalar bola chaqa, ota-onalari bilan xotirjam kun ko'rishga kafolatlik qilamiz. Ular dehqonchilik qilamdi, ixtiyor o'zida, deb ularga siyliq muomala qilib, ularni obdan kutib, hammasini harva bilan go'chunga yo'lga silib qo'ydi. Ertasi saharda Qumul tarafdan qumdak askar bostirib kelyotidi degan xabar keldi. Buni anglab, fidoyilar darhol Qumul tarafga otlandi va Sarıgayning uduliga yetib berib, bir pay askarning yuzlagan xotin bolalarni muhofazat qilib kelayotganligini ko'rdi. Ularning ba'zilari otliq, ba'zilari to'gilik, ba'zilari harvayliq edi. Fidoyilar oldiga ot silibdi, bir pay askar qochib ketdi. Qolganlari asirga tushib, qiyo-chiyoq qilishga boshladi. Fidoyilar ularni tinchlantirib, xanzucha so'z biladiganlar orqali surishtirish orqali ularning Qumul va Pichanlardagi Jingshurinning harbiy va mulkiy amaldorlarining bola-chaqlari bo'lib, cho'ng kichik jami 104 jon ekanligi, Jingshurinning Qumul va Pichandagi harbiy va mulkiy amaldorlari u yerlarni butunlay tashlab, oldimizda xatar yo'q, deb bola-chaqlarni bu tarafga oldin mang'uzganligi ma'lum bo'ldi. Shu arada Mahmud Moiti bilan Xo'janiyaz hoji yetib keldi. Mahmud Moiti bularg'imi Morida taslim bo'lgan askarlarga aytgan so'zlarini aytib, oxirida sizlar to'gilarga ortgan, arvularga bosgan narsalarning qaysilari hukumatga taalluq, qaysilari o'zinglarga taalluq ekanligini rostlik bilan ayirib chiqinglar, dedi. Har kim o'zining kiyim-kechak va uy saramjonlarini ayirib olgandan keyin bir necha to'giga ortilgan gazlamalar, tovar turdunlar hukumatga taalluq bo'lib chiqdi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Moiti maslahatlashib, hukumatga taalluq bu gazlamalarni fidoyilarning xarajatiga lozim deb ep qoldi. Ondan Mahmud Moiti xotin bolalarga biz sizlarni hech narsa qilmaymiz, qo'rqmanglar. Sizlar qaytib berib erlaringlarga, urug' tuqqanlaringlarga va cherklarga aytinglar. Qo'lidagi qurolni topshirsizlar bo'ldi, dedi. Ular oraliqi yaqin yo'ldan o'z armiyasi tarafga qaytariladigan bo'ldi. Buni ko'rib bir qism fidoyilar ularning xotin bolalarini tutib turib, qurol topshiramdi yo'q, so'zlashib beqish lozim edi, deyishdi. Mahmud Moiti: "Yo'q, ularni qaytarayli. Dushmanlar bizning maqsadimizni tushunsin. Bizning bu ishimiz ularning orasida ta'sir qo'zg'amay qolmaydi", deb ularning hammasini o'z o'rniga qaytardi. Jingshurinning harbiy va ma'muriy amaldorlarining bola-chaqalari yiroqlab ketgandan keyin fidoyilar shapa chiqarmay sharqqa qarab yurish qildi, lekin dushmanlarning askarlarining yanada olg'a ilgarilayotganligi ma'lum bo'ldi. Fidoyilar Bo'ston degan tog' eg'izining past tarafidagi soy iqiniga borganda dushmanlar bilan uchrashdi.
Düşman qo'shini to'xtamay o'q yağdırıp kelmekte idi. Fidoyilarmı tog' etikidan shimoliy Jo'ng'ar tuzlanligiga qarab sap tortib, Qumuldan keladigan yo'lni o'ttirg'a ilib, bir necha kilometr arilikda ularni to'sdi. Har ikki taraf bir tarafdan etishsa, yana bir tarafdan mudofaalanadigan o'rinni tayyorlashga aldiraydi. Xo'janiyaz hoji tog' bag'ridan o'rin oldi. Mahmud Mo'yti tuzlandin, ya'ni yo'l ustidan o'rin elib, urushga qo'mondonlik qildi. Düşman armiyasi ko'p bo'lib, 2000 dan oshadi. Chunki ular Jingsho'rining Qumul viloyati va Pichan noyasidagi hamma qalduq qo'shini bo'lib, ularni Li Xayrui Seling boshlab kelayotgan edi. Shu chaqda qo'mondon Mahmud Mo'yti, bizning odamimiz oz. Tuzlan yerda dushmanlar bizning sonimizni o'ng'aylab bilib olaydi. Xalqimizda 9 rang, bir jang degan gap bor. Biz nurg'un alam, bayroq tayyor qilayli. Dushmanlar alamlarimizni ko'rib, odamlarimizni ko'pkan deb o'ylab qoladi. Shuning bilan jang vaziyati bizga foydali bo'ladi, dedi. Fidoyilar bu chorani ma'qul ko'rib, dushmanlarning oila tavalaridan ilib olgan har xil tovar durdonalardan bir muncha alam yasadi. Ba'zida 10 necha odam bir alamning kaynidan maqsa, ba'zida 20-30, hatto 40 odam bir alamning kaynidan mingib, soy eqinining sharq tarafida bir qancha kilometr yergacha har xil alamlardan bir qancha o'nni qadavatdi. Hatto ba'zi odam yo'q yerlargami alamlarni qadab qo'ydi. Fidoyilar ilgari alam ko'tarib boqmagan bo'lib, Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'yti birlashgandan keyinmi biror partiya yoki tashkilot qurish, qandoq rangda bayroq ko'tarish to'g'risida gap so'z bo'linmagan edi. Mahmud Mo'yti har qandoq so'rinda so'z qilsa, biz ilgari qattiq ezilgan, bizga erkinlik kerak, bizmu odamg'u, oxir biz Sungvin, Sungjunshanning yo'lida mengishimiz kerak, deydi. Fidoyilar Bo'ston degan yerning g'olida dushman bilan 5 kecha kunduz urushdi. Dushmanning soni ko'p, quroli xil bo'lsa-mu, lekin ular Okupdan chiqib ilgirlayolmadi. Fidoyilarmu olg'a bosolmay bir izda turib qoldi. Chunki fidoyilarning turgan joyi tub-tuz sayliq bo'lib, o'rnidan qo'zg'alibla ketsa, panoh bo'lg'idek yer yo'q edi. Xo'janiyaz hoji kunduzi fidoyilar bilan billa bo'lib, dushmanga qarshi jang qilishga qatnashdi-mu, kechasi urush sepini Mahmud Mo'ytiga qoldirib, 30 ga yaqin odami bilan tog'ga chiqib ketadi. Bundaq qilish Mahmud Mo'ytining talabi bo'lib, Xo'janiyaz hoji qo'rqimsiz, qiziqqan kishi bo'lg'achqa, jang maydonida fidoyilarga buyruq berib qo'yib, o'zi hargiz jim turolmaydi. Qo'lga miltiq ilib jangga tang qatnashadi. Masalan, urushning dastlabki kuni Li Xayruyning askarlari fidoyilarni ko'rib, ikki o'ttiridagi yaqinni egilashga aldirab mandi. Xo'janiyaz hoji bu ahvolni durbin bilan ko'rib, dushman yaqinni egilashga aldirdi, chopsam bo'linglar, deganicha o'zi bosh bo'lib ot soldi. Fidoyilarmi uning orqadan ot silib, yaqinni oldin egilab, dushmanni orqaga chekindirdi. Shu jarayonda Xo'janiyaz hojining qisqa jo'sining peshidan bir qancha yerni dushman o'qi teshivatdi. Shuningdan keyin Mahmud Mo'yti, Xo'janiyaz hojikam, urushning birinchi sepida fidoyilar bilan billa o'q otmasa, chunki u biror kelishmaslikka yo'liqsa, barliq tirishchanliklarimiz bekorga ketadi, deb iltimos qildi va u kishini kunduzi urushning orqa sepida turg'izib, kechasi taqqa chiqarib o'tadigan bo'ldi. Bo'stondagi fidoyilar turgan yerning suyi bo'lgan bilan tomoq etib yegudek sharoiti yo'q edi. Fidoyilar 5 kecha kunduzlik urush jarayonida quruq nonni g'ajilab, sovuq suvni ichishga majbur bo'ldi. Uning ustiga mayli kechasi bo'lsin yoki kunduzi bo'lsin, xotirjam uxlayolmay, to'limu harduq yetdi. Dushman bilan bo'lgan jangda g'alaba yoki mag'lubiyat aniq ayrilmay, soyda yetaverish ba'zi fidoyilarni ziriktirib qo'ydi. Fidoyilarda bir qismi urushqa qatnashsa, yana bir qismi dam oladigan imkoniyat bo'lmag'achqa, urushqa hammaylarning tangla qatnashishiga to'g'ri keladi. Dushmanlarmu Gochunga o'tib ketolmagachga ta'minotdan qisilib qoldi. Uning ustiga ularning ichadigan suv bilan bo'lgan oraliqi yiroq edi.
Дәл мушундaq sabablar tüpaylidən Mahmud muhiti düşmənlər bilan sulhi tüzüşni layiq tepib, fidoyilarning orasidagi xanzucha so'z biladigan kona guchungliq yosh Uyg'urni Li Xayruyga elchi qilib kirgizdi. Mahmud muhiti uningga: "Sen berib askar boshliqlarga aytqin. Ular qurol topshirsalar, biz ularni hech narsa qilmaymiz. Xohlasa guchunga ketaversin. Bu vaqtda agar ular elchi avatsa, so'zlashsak bo'ladi" deb tapaladi. Elchi otga minginicha qo'lidagi oq yog'liqini pulanglatib, dushman sepi tarafga ketdi. Fidoyilarmi o'q etishni to'xtatdi, lekin dushman tarafdan o'q ovozi anglanib turadi. Shundaqdimi, fidoyilarning elchisi dushman sepiga salomat kirib ketdi. Elchi ularga yaqin borganda, dushmanlar uning ko'zini tengib, yonlarini tekshirib, ondan boshliqlarining yiniga akiribdi. Har ikki tarafdan o'q etish to'xtab, jimjitlik hukm surdi. Shu kuni kechqurun dushman taraf ilgari Pichan noyisida ishlagan, ozg'ina Uyg'urcha til biladigan bir xanzuni fidoyilarga elchi qilib avatdi. Mahmud muhiti uning bilan soydagi urush maydonida so'zlashdi. So'zlashish orqali Jingshurin askarlari fidoyilarga 400 tal miltiq beradigan, fidoyilar ularning Guchunga o'tib ketishiga yo'l qo'ydigan bo'ldi. Shu kelishimga asosan atsi qurollarni topshirmoq bo'lib, elchi o'z armiyasi tarafga qaytib ketdi. Davomi bor.